Assalomu alaykum. Ayni damda bizga hamrohlik qilayotgan qadrli muxlislar, aziz yurtdoshlar, barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin deya biz, demak, mulohazali loyihamiz, jonli dasturimiz Yo'l yo'lakay dasturini sizning e'tiboringizga havola etamiz. Eslatib o'tamiz, ushbu loyihamiz Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Hamroh bo'lishda davom eting hamda bugungi mulohazali loyihamizda faol ishtirok etib, savollarni mutaxassislarga ham yo'llashingiz mumkin. Demak, suhbatdoshlarimizni tanishtirib o'tamiz. Har doimgidek bizning savollarimizga Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Shukrulayev javob berib o'tadilar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli radio tinglovchilar. Darhaqiqat an'anaga ko'ra, mana opam aytganlaridek, biz navbatdagi Yo'l yo'lakay radio eshittirishni boshlab oldik va to'g'ridan-to'g'ri ushbu eshittirishimiz, demak, Buxoro teleradio kompaniyasi orqali ham uzatilayotganligi bizni albatta har doimgidek quvontiradi va bugun ham biz muxlislarimiz, tinglovchilarimiz va kuzatuvchilarimiz tomonidan yuborilgan fikr, mulohazalarni, takliflarni tinglaymiz va ularga imkon qadar o'zimizning vakolat doiramizda javoblar berishga va murojaatlar bo'lsa, ushbu murojaatlarni belgilab olib, albatta ularga qonuniy yechimlar topishga harakat qilamiz. Xo'p, yana bir suhbatdoshimizni tanishtirib o'tamiz. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi mas'ul xodimi, demak, Jamshid Islomov. Xush ko'rdik dasturimizda yana bir marta. Bugun, demak, aytib o'tdingiz, keling, dolzarb bo'lgan mavzular haqida qisqachagina so'z yuritsak, bu ham, demak, biz ayni damda hamrohlik qilayotgan, bizni tinglayotgan, tomosha qilayotgan muxlislarimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlardir. Albatta, darhaqiqat mana bugun ham bejizga axborot texnologiyalari sohasida sodir etilayotgan jinoyatlar borasida yana fikrimizni davom ettirishni lozim topdik, chunki har dasturdan dasturga ushbu sohani biz takror va takror aytganimizning ijrosi o'laroq bizda, demak, fuqarolarimiz tomonidan ularda huquqiy savodxonlik, ya'ni o'zlaridagi telefonlar orqali bo'layotgan kiber hujumlarga nisbatan immunitet shakllanmoqda. Ya'ni kim, demak, ushbu gaplarni, ushbu mulohazalarni takror va takror aytish hech qachon foydadan xoli bo'lmayapti. Ya'ni fuqarolarimiz o'zini himoya qilishni o'rganyapti shu orqali. Demak, biz bugun ham yana ushbu turdagi sodir bo'layotgan jinoyatlarni ahamiyati, ular qanday tartibda bugungi kunda amalga oshirayotganligi to'g'risida yana bir bor to'xtalmoqchimiz. Ya'ni kim ushbu jinoyatni sodir qiluvchilar bugun bir yangi usullarni, kundan kunga g'aroyib usullarni o'ylab chiqishmoqda. Demakki, biz ham ulardan bir qadam oldinda bo'lishimiz shartligi lozimligini anglatadi. Demak, biz ularni domiga tushmaslik uchun avvalambor albatta bu men bilan bo'lmaydi-ku degan fikrda hech qachon yurmasligimiz kerak. Hamma keng jamoatchilik, ayniqsa mana qaysi jabhada kirmay, mana shu soha bo'yicha agar men suhbatlashsam, haqiqatan ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz himoyalanish choralarini bilishmaydi. Ya'ni bu oddiy mana shu Telegram messenjerida mana shu foydalanish tartib qoidalari, himoyalanish yoki o'sha o'ronlarni o'rnatish, ya'ni o'ron degani bu hozirgi o'zimizning o'zbek tilidagi so'z, ya'ni parol degani. Mana shu parollarni o'rnatish lozimligini bilishmaydi ko'pchilik va mana shu narsalarni mendan eshitgandan keyin, keling menga shu narsani o'rgating, o'rnatishni ko'rsating deb fikrlar so'rashadi. Keling bugun mutaxassisimizdan ham opajon, o'sha qanaqa turlari yana bugungi kunda avj olmoqda, sodir etmoqda. Turlarni, demak, bilishimiz lozim. O'tgan ko'rsatuvdan o'zi ko'p bo'lmadi oladigan bo'lsak, lekin mana vaqt qisqa vaqt davomida o'tganiga qaramay yangi turlar chiqib kelyapti. Ulug'bek aka, juda to'g'ri aytdingiz va eng yomon tomoni biz oldingi ko'rsatuvlarda APK fayllar orqali tinmay gapirdik. Fuqarolarimizda unga ushbu faylga nisbatan immunitet shakllanganiga bilib olishdi va buni firibgarlar ham bilib olishdi. Ya'ni immunitet shakllangani va yangi turga o'tishyapti va bu juda yomon yangi bir tur chiqyaptiki, bilardik APK fayllar faqat Android telefonlarga ta'sir qilardi. Yangi turi, ya'ni silkalar, ya'ni havolalar yuborilyaptiki fuqarolarimizga. Har xil o'yinlarga ovoz bering yoki ishtirok eting, qanaqadir yutuqlar chiqdi sizga, avtomashina chiqdi yoki har xil texnikalar, telefon, yutuq chiqdi degan holatda ovoz bering degan holatda silkalar yuboryapti. Eng yomon tomoni ushbu silkalar nafaqat endi Android telefonlarga, balki o'sha xavfsizligi jihatdan zo'r deb aytgan iPhone telefonlarimizga va undan ham yomon tomoni kompyuter va noutbuklarga ham ta'sir qilyapti. Endi o'sha silkani nafaqat siz telefonda, kompyuterda bosib qo'ygan taqdirda ham Telegram ijtimoiy tarmoq, Telegram akkauntingizni buzib kirish orqali, ya'ni fuqarolarimizdan sizni nomingizdan, yaqin kontaktlaringizdan qarz so'rash holatlari
qayd etiladi. siz Juda ko'p nomingizdan hollarda. siz boshqa. nomingizdan. Ya'ni bilingki, siz nomingizdan qarz so'ragan vaqtda sizni eng yaqin insonlaringizga ular, ya'ni bu narsani yuborishadiki, ular albatta sizni ushbu narsaga muhtojligingizni, sizga ishongan holatda yuborgan karta raqamlariga pul o'tkazmalarini amalga oshirmoqdalar. Bu esa o'z navbatda firibgarlarga juda ham qo'l kelib, ular zudlikda ushbu pullarni yechib olib va mana shu jarayonda g'oyib bo'lib qolish holatlari yuz bermoqda va oradan hech qancha vaqt o'tmay fuqarolarimiz 102 ga xabar berib, mana shunday meni kontaktimga, meni Telegram orqali mening yaqinlarimga mana shunday nomalar yuborilib, pul mablag'lari yechib olinganligi to'g'risida mana bir nechta holatlar qayd etildi, murojaatlar, arizalar qabul qilindi. Demakki, biz albatta ushbu loyihadan, ushbu fursatdan foydalanib, hurmatli fuqarolarimizdan ogoh bo'lishlarini va har doim mana biz takror va takror aytib boryapmiz, dasturdan dasturga telefon orqali kelayotgan har qanday notanish yoki tanish insonlardan ham keladigan mana shunaqa havolalarni, ya'ni silkalarni, aksiyada ishtirok eting, siz bu musobaqaning g'olibiga aylanishingizga bir qadam qoldi, har qanday o'zlarini chalg'ituvchi mana shunaqa nomalar kelishadiki, biz o'zimiz bilmagan holatda havolani bosib qo'yamiz, ya'ni havola degan o'sha silkani bosib kirdikmi, demak biz o'sha havolaga kirgandan so'ng ushbu jarayon boshlanadi. Firibgarlarni qo'li bizga yetib keladi, ya'ni bu texnologiya, texnika orqali. Shu uchun biz albatta mana shu kabi jinoyatlarni oldini olish maqsadida aynan bugun mutaxassisimizni taklif etib, yurtdoshlarimizni yana bir bor ogohlantirmoqchimiz. Ya'ni hurmatli yurtdoshlar, demak bugungi kunda ushbu jinoyat nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda mana shu ko'pchilikka ta'sir etayotganligi va bu narsa borasida har bir mintaqa o'zini immunitetini shakllantirib, bu borada mana shu eng samarali usuli buni oldini olishning bu albatta targ'ibot ishlari, profilaktik tushuntirish ishlari. Biz takror va takror aytishimizdan charchamasligimizning ham sababi shunda. Agar biz 1% natijaga erishsak, bu millionlab fuqarolarimizning xavfsizligi uchun foydali hisoblanadi. Ya'ni 1% degani bu o'rtacha hisobda minglab fuqarolarimiz o'zlarini himoya qilish huquqiga, imkoniyatiga ega bo'ladilar. Albatta. Xo'p, keling endi biz ayni damda bizga hamrohlik qilayotgan muxlislarimizga, hamyurtlarimizga telefon raqamlarimizni, manzillarimizni eslatib o'tsak. 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlariga qadrli muxlislarimiz qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot mana shu manzillar uzra nomalarni, savollarni yo'llashingiz mumkin. Sizning savolingizga demak mutaxassislarimiz jonli efirda javob berib o'tishadi. Yana qanday mavzularni, demak, foydali bo'lgan, aynan bugungi kun uchun foydali bo'lgan mavzularni aytib o'tmoqchisiz, so'z yuritmoqchisiz. Bugun yana bir so'z yuritayotgan yana bir aktual mavzularimizdan, dolzarb mavzularimizdan biri bu ana yangi yil yaqinlashmoqda. Albatta bugun ana 16-dekabr va sanoqli kunlardan keyin yangi yilni kutib olamiz va demakki, yangi yil bayramlari arafasida pirotexnika vositalaridan foydalanish kabi holatlar juda ham ko'p uchraydi. Biz duch kelamiz, ayniqsa tungi vaqtlarda ko'p qavatli uylar atrofida mana paqildoqlar deydi, mana bunaqa xalq tilidagi mana shunaqa pirotexnika vositalarini ishlatish kabi holatlar yoshlar tomonidan ayniqsa, yoyinki deylik bugungi kunda maktab o'quvchilari tomonidan ushbu vositalar juda ham ko'p aniqlanayotganligi bizni chuqur tashvishga soladi. O'zi qonunchilikda bu borada nimalar bor? Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida aynan pirotexnika vositalaridan foydalanish taqiqlangan. Ya'ni bu qonun bilan taqiqlanganki, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi hamda jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilangan moddalar asosida javobgarliklar muayyan tarzda demak belgilab o'tilgan. Aynan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-1-moddasida pirotexnika vositalaridan foydalanish va buni muomalasiga chek qo'yish to'g'risida to'xtalib o'tilganki, ushbu vositalardan foydalanishni o'zi birinchi qismida bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorda jarimaga sabab bo'ladi. Ya'ni bu 8.240.000 so'm degani. Ya'ni bitta mana shunday foydalanishni o'zi buning yana davomi ham bor. Ya'ni ikkinchi, uchinchi qismlar ham borki, ikkinchi qismida demak ushbu vositalarni olib yurish, tashish, saqlash yoki boshqa viloyatga yoki boshqa hududga o'tkazish ham o'z navbatida bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 30 baravargacha bo'lgan miqdorda jarimaga sabab bo'ladi. Uchinchi qismida esa ko'p miqdorda ushbu holatlarni sodir etish, saqlash, olib yurish, tashish yoki boshqa hududga o'tkazish 50 baravargacha bo'lgan miqdorda jarimaga sabab bo'ladi. Ya'ni bu juda ham sezilarli darajadagi summa, lekin ming afsuski ayrim yurtdoshlarimiz
mana shu kabi vositalarni hali hanuz olib kirishga, tarqatishga, sotishga harakat qilishmoqda. O'zi keling bir oddiy mulohaza qilaylik. Pirotexnika, o'z nomi bilan pirotexnika bu porx degani, ya'ni bu kechirasiz xavfli manba, xavfli vosita. Ya'ni u paqillaydi, ya'ni zarar yetkazishi mumkin, o'zidan alanga chiqaradi, olov chiqaradi. Ya'ni biz ko'rib, bila turib bu narsani nima uchun avvalambor biz ota-onalarga yuzlanmoqchimiz shu o'rinda olib beramiz farzandimizga yoki o'zimiz olib o'shandan foydalanamiz. Ehtiyot choramizni biz hech qachon o'sha vaqt kafolatlay olmaymiz-ku. Qandaydir o'sha vosita texnik bir qandaydir xavf keltirmaydi yoki bir rikoshet berib, ya'ni qiya berib o'zimizni badanimizga shikast yetkazishi mumkin yoki o'sha yonish jarayonida masalan qanaqadir o'zimiz ehtiyotsizlikka yo'l qo'yib va hokazo holatlar. Juda ham bir bu holatlarni ayanchli yakun topganligini biz bir necha marotaba ko'rganmiz, eshitganmiz, guvoh bo'lganmiz va ijtimoiy tarmoqlar orqali bot bu narsalar ko'rsatilgan ham. Lekin afsuski fuqarolarimizda ichida men degan, ya'ni bu men bilan bo'lmaydi. Mening farzandim bundan himoyalangan, men uni oldida bo'laman. Bu narsani qanaydir bayramga oddiy bir soniyalik shodlik, bir umrlik yoki butun afsusga sabab bo'lishi mumkinligini hech qachon tasavvurimizga keltirmaymiz. Lekin mana shu narsa bilan yashasakkina, albatta bu narsalarni oldini olgan bo'lamiz. Bizda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan aynan bu boradagi holatlarga chek qo'yish maqsadida manzilli ishlar olib borilmoqda. Boshqarma boshlig'imiz, vazirligimiz tomonidan ham aniq tadbirlar, choralar, rejalar ishlab chiqilgan, yo'l xaritalari belgilab berilgan va faktlar bo'yicha bugungi kunda shahar tumanlarimizdagi barcha inspektor, psixologlar maktablarda voyaga yetmagan maktab o'quvchilari o'rtasida bu kabi holatlarni aniqlab, zudlik bilan ularning ota-onalari chaqirtirilib, o'sha yerning o'zida ularga nisbatan ham ma'muriy ta'sir choralari ko'rilmoqda. Ya'ni biz jarima bilan kimdirni qo'rqitmoqchi emasmiz yoki buni jarimaga tortgan bilan biz hech qanaqa bir nima deydi, davlatni yoki biron joyiga nimasini ko'paytira olmaymiz. Biz bu yerda maqsadimiz bor. Ya'ni maqsadimiz kimdir zarar yetmasin, kimgadir zarar yetkazilmasin. Ya'ni bu aynan bugungi kunda kelajak avlodimiz, yosh bolalarimizga zarar yetmasin. Asosiy maqsad o'zi shundan iborat. Va ota-onalar esa baribir kunlik farzandlariga ertalabki maktabga ketish paytlari qanaqadir pul mablag'larini berishadi. Lekin uni nazoraticha u o'qishga borgandan keyin u mablag'ni nimaga ishlatadi? Sarflaydi. Bu esa o'z navbatida bugungi kunda mana aynan bayram arafasida maktab o'quvchilarining ichida qiziqqonligi va mana shu narsani albatta bir o'zi ishlatib ko'rish istaklari yuqoriligini inobatga olib, ota-onalarimizdan ham hushyor va sergak bo'lib, farzandlarni doimiy ravishda mana shu qanday vositalarni olib olmasliklarini nazoratga olishsa, albatta bayramni biz shod va xurramlik bilan, tinchlik bilan o'tkazamiz. Albatta, ma'lumotlar uchun tashakkur deymiz, maslahatlar uchun ham. Qadrli muxlislarimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni dastur avvalida keltirib o'tdik. Yo'l aka dasturi davom etadi. 65 kodi bilan 223 223 9838 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot. Manzillar uzra nomalarni yo'llashda davom eting deymiz. Va bizda qo'ng'iroqlar bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Jonli efirda tanishib olamiz eng avvalo. Rahmat, Buxorodan Dilafruz bo'laman. Mehmonlarimizga ham assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishganimizdan xursandmiz, Dilafruz. Xolminglar, rahmat. Birinchi masala hozirgi aytib turgan pirotexnika haqida. O'g'lim 4-sinfda o'qiydi. O'tgan kuni aytganingizga o'xshagan pistolet olib keldi. Uni poliqchalik ekan. Shunaqangi paqillatib otadi. Shuni men ham o'shani nima qilmoqchi edimki, nahot shuni nazoratga oladigan, bunaqa maktablarda sotilishi mumkin emas degan bir nima yo'qmi? Albatta, rahmat. Mana yana biron fikringiz, mulohazangiz bormi, opa? Ha, birinchi nimam shu edi. Men ham shuni hali ustoziga ham ko'p narsani aytaman deb qo'ydim. Hozir aytganingizga shuni iltimos qilmoqchi edim, ota-onalardan ogoh bo'linglar. Men ham o'g'ilchamni albatta urishdim, tanbeh berdim. Mumkin emas bunaqa narsa, senga o'yinchoq bo'lsa ham xafa bo'lganday bo'ldi. Endi yosh bola tushunaman, lekin shuni iltimos qilib qolgan bo'laydim. Hali ustozga ham aytaman bu narsani dedim. Ikkinchi masala dadajonimmi? Aniqrog'i iltimoslari ana bu Kalinskidan kirib keldingizki, Seraxa. Moshin bozor ketadigan, Tutqunda taraf ketadigan, Kalinski ketadigan ana shu Seraxa XTPni oldi deydi. Bu yerga svetofor o'rnatishni iloji bormi? Taklif. Chunki ertalab soat 8-9 atrofida shunaqa tirbandlik nima bo'ladi deyiladi. Dadam 6-ga jiyanlarimni o'qishga maktabga olib ketadilar. Iloji yo'q, tirbandlik juda ham ko'p bo'ladi deyaptilar-da.
Bu ichkari tomon, ha, adashmasam, ichkari tomon. Ha, ikkitadan Kalinskidan kirib kelishingizga bu yoqqa Tutkundaga ketasiz, bu yoqqa Zarchas bozor ketasiz. Men Seraxaga shu atrofga shunday svetofor qo'ysa bo'ladimikan? Tushunarli, belgilab oldim. Biron yana mulohaza, biron taklif? Rahmat, charchamanglar. Rahmat, tashakkur. Endi demak asosiy qismiga o'tamiz. Mulohaza. Mulohazaga birinchi, ya'ni o'sha farzandlari 4-sinfda o'qishlarini va mana shu o'yinchoqning ichida porx, ya'ni borligini aytib o'tdilar. Mana hozir keling, shu o'rinda ikkinchi mulohazalariga takliflarni qabul qildik. Biz mas'ullarga albatta yetkazib qo'yamiz. Mana hozir Jamshidjon demak xodimimiz aynan bu vositalar hozir nafaqat savdoda, balki elektron ijtimoiy tarmoqlar orqali, marhamat, aytib o'ting shuni ham. Mana avval bilardik, pirotexnika vositalarini shu chekka do'konlarda, mana shunaqa joylarda sotardi. Ya'ni yashirib shunaqa holatlar. Endi zamon rivojlanyaptiki, bu ham bitta yangi tur chiqyaptiki, endi pirotexnika vositalarini ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Telegramda sotish boshlayapti. Ya'ni nechta holatlar aniqlayapmiz, o'sha pirotexnika, salyut har xil vositalarni taklif qilishyapti. Narxlari, turlari taklif qilinyapti. Demak, bu tur ham ya'ni ijtimoiy tarmoq internetga ko'chyapti. O'sha yerda internetda savdo qilayotganlarga aytib qo'ymoqchimizki, bu nazoratsiz emas internetda sotish. Har bitta ijtimoiy tarmoqlar nazoratimiz ostida. U yerda o'sha nechta holatlar aniqladik, javobgarlik masalasini ham ko'rib chiqdik. Shuning uchun iltimos qilardik, ham talab qilardik. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda internetda sotsam hech kim meni topa olmaydi degan o'zlarida fikr paydo bo'lmasin. Ya'ni shahar bedarvoza emas demoqchimizki, har bitta ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlar nazorat ostida turibdi. Agar sotiladigan bo'lsa, javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoq bu shu kecha kunduzda shu daraja rivojlanyaptiki, ayrim hali voyaga yetmagan yoshlarimiz to'liq bu narsani anglamagan holatda tezroq, osonroq pul topaman deb o'ylashadi-da, o'zlari qilgan xatoni oqibatini anglamagan holatda mana shu kabi holatlarni takrorlash. Lekin bugungi kunda tarmoq bo'lgani kabi tarmoqdagi xavfsizlik, ya'ni xavfsizlik choralari biz soha xodimlari tomonidan ham doimiy nazoratga olinganligini va har qanday sodir etilgan holat albatta yakunda javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligini, qonun ustuvor jazo muqarrarligi albatta doimiy ravishda ta'minlanishini biz yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz va maktab o'qituvchilaridan ham shu narsani so'ramoqchimiz. Maktab o'qituvchilari ham albatta o'quvchilarni nazoratga olishi. Aynan mana shu 10 kun qoladi mana qishki ta'tilga chiqishga va ayni shu davrda biz har qanaqa bir kulminatsion voqealarni guvohiga aylanmasligimiz uchun doim sergak bo'lishimiz shart. Hushyor bo'lishimiz ham shart. Xo'p, bizda qo'ng'iroqlar bor. 65 kodi bilan 220 86 18 223 98 38 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Tashakkur, jonli efirda o'zingizni tanishtirasiz. Ibrohim Temirrodman, Buxorodan. Savolingizni eshitamiz. Mana bu yo'llarga chetda ketsak, svetoforning tagida bardorga mini kamera qo'yganda gaylar, shu mini kamera qo'yish mumkin emasmi? Aynan qayerga? Olot tumanida ketishda masalan svetofor tagiga svetofor sariq chiroq ishlamayapti, lekin mini kamera qo'yib, kameradan olib qizil chiroqni o'tkazish deb protokol qo'yibdi-da, lekin mini kamera shu qo'yish mumkin emasmi? 3 kilometrdan o'zi oldinda orqa tarafda o'tiribdi, mini kamerani telefoniga ulagan. Shu masalan mumkin emas mini kamera qo'yib turish yo'lga, oddiy sotiladigan 400-500 ming mini kamera. Tushunarli. Ibrohimov Temurod aka, adashmasam familiyangiz. Temurod aka, demak hozirgi holat bo'yicha sizdan albatta ariza yozish yoki yozma yoki og'zaki elektron tarzda noma qoldirish, mana qisqa raqamlarimiz orqali noma qoldirish so'raladi, ya'ni murojaat qoldirish va bu narsa o'rganish talab etiladi. Ya'ni holatni avvalambor biz ko'tartirib, ushbu holat qachon sodir etilgan, qaysi sanada va holatni aniqlagan vosita nimadan iboratligi, ya'ni xizmat tekshiruvi asosida aniqliklar kiritilib, qonunchilikka agar zid bo'lsa, noto'g'ri malakalangan bo'lsa, bu narsa bevosita demak o'sha mutaxassislarimiz, tegishli vakolatli xodimlarimiz tomonidan o'rganilgandan keyin xulosa qilinadi va xulosadan so'ng qaror qabul qilinadi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, hozir sizni aytgan fikringiz bilan yondashish emas, buni o'rganishni talab etganligi uchun sizdan ariza bilan murojaat qilish so'raladi. Shu ariza bilan murojaat qilindi, lekin o'rganib chiqiladi deyildi. O'rganib chiqildi, faqat sudga taqdim qilamiz deyaptilar. Sudga taqdim qilindimi, qilinmadimi shuni bilmayapman-da. Bo'ldi, siz Olot tumani yo'l harakati xavfsizligi guruhiga borib, Qurbonov Mirjalol ismli xodimimizga yana bir bor eslating shu narsani. Biz o'z dastur yakunidan so'ng ham sizga mana shu Ibrohimov Temurod ismli fuqaromiz kelib uchrashishlarini bildirib o'tamiz.
mayli, rahmat. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun tashakkur deymiz. Xo'p, qadrli muxlislarimiz, faol bo'ling deymiz. Nomalarni o'qiymiz. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobod manzili uzra ham nomalar kelgan. Assalomu alaykum. Uglovoy svetofordagi 542 yo'l belgi tushib qolgan. Shuni qo'yib bersangizlar, haydovchilar Qizilga o'tishyapti. Muhammad Amindan kelibdi ushbu noma. Belgilab oldi. Mas'ullarga albatta dastur yakunidan so'ng yetkazilib, albatta zudlikda ushbu narsa bartaraf etish choralari ko'riladi. Adashmasam qo'shimcha tarmoq turibdi. 542 yo'q edi u yerda. Yo'q, mana nimadan kelishda, bu tomondan kelishda, mana shu menimcha tushib qolgan shekilli. Navbatdagi noma. Assalomu alaykum. 19-maktablar investitsiyalarni rivojlantirish bank oralig'i mashinalar yo'l chetida qoldirib ketilyapti. Bitta mashina olib ketishi mumkin, o'tib ketishi mumkin. Shunga tirbandlik bo'lyapti. Biror iloji yo'qmi? Bartaraf etishni. Albatta bizni hozir tinglab turgan keng jamoatchilik ichida balki o'sha yerda o'z transport vositalarini qo'yib ketgan fuqarolar ham eshitib turishgandir. Biz bir-birimizni avvalambor hurmat qilishimiz, yo'l madaniyatiga qat'iy rioya qilsak, albatta boshqalar ham bundan aziyat chekishmaydi. Lekin yo'q, ming afsus, barcha ham emas, ayrimlarimiz mana shu kabi holatlarni, xatolarni takrorlashi, qayd etishi natijasida mana shu kabi nomalar kelib ishni davom etyapti. Albatta chora-tadbirlar belgilanadi, lekin biz albatta bot dasturdan dasturga barcha keng jamoatchilik haydovchilarimizga eslatib o'tamizki, hurmatli haydovchilar, bir-birimizga hurmatli va haydovchilik madaniyatiga e'tiborli bo'lsak, albatta hech qanaqa ko'ngilsizliklar, mana shunaqa noqulayliklar, tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi. Javob uchun tashakkur deymiz. Demak, javobi o'zimizga bog'liq ekan. Haydovchilik madaniyatiga amal qilamiz. Haydovchilik madaniyatiga amal qilsakgina, endi deylik u yerda to'xtadi, mana nimadir yumushini bajardi, mana chiqdi harakatdan ketdi. Lekin doimiy 10 daqiqa, 20 daqiqa qo'yib ketish, albatta bu boshqa harakat ishtirokchilari uchun sezilarli darajada oqimni mana shunday tarzda tirband bo'lishiga olib keladi va albatta keyin tirband bo'limi kimdir o'z manziliga o'z vaqtiga yeta olmaydi yoki mana shu kabi mana o'tishlarda muammolar, dilxiraliklar va hokazo. Xo'p, javob uchun tashakkur deymiz. 65 kodi bilan 223 223 98 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi Buxoro Radiobod. Mana shu manzil uzra nomalarni yo'llashda davom eting. Bizda qo'ng'iroqlar bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Tanishtirib o'tasiz o'zingizni? Buxoro shahardan Jonibekman. Savolingizni eshitamiz. Savolimiz taklif bor edi ikkita. Marhamat. Bu hozirgi institutlar, o'quv oliy dargoh nimalarida, peshxodlarida tugmachali nimalar qo'yilgan, svetoforlar. O'shalarni kechki soat 6 dan keyin avtomatik qizil bo'ladigan qanaqadir xususiyat bor ekan ularni. Odam bosmasa ham o'zidan qizil bo'lib qoladi. O'shalarni soat 6 dan keyin o'chirib qo'yish iloji bormi? 6-7 dan keyin hech qanaqa xususiyat o'tmay qo'yadi o'sha yo'lda. Mayli, taklifingizni qabul qildim. Demak, ushbu taklif asosida siz aytgan ushbu tugmali svetoforlar faqat inson tomonidan bosilsa ish faoliyatiga amalga oshiriladi. Ya'ni buni ishlatish tartibi o'zi quyidagicha, ya'ni tugmacha kamida 3 soniya davomida bosib turilishi kerak. 3 soniya davomida bosilgandan so'ng svetofor kallagidagi ishora o'zgaradi. Piyoda uchun, piyodaga yashil bo'ladi, piyoda yo'lni kesib o'tadi va o'rtada kamida 20 soniya mana shu masofa daqiqa 20 soniya davom etishi shart. 20 soniyadan keyin uni yana qaytib 2-3 marta bossa, u o'zi yonmaydi avtomatik tarzda. Ya'ni 20 soniyadan keyin qaytib tugma bosilsa, u yana ishlab ketadi. Aytmoqchi bo'lganim, mana 6 dan keyin dedilar, mana oliy ta'lim muassasalarida hozir qishki mana hozir o'quv jarayonlari davom etyapti, lekin o'quvchi shu oliy ta'limdagi talabalar 24/7 davomida biz ba'zida ko'p kuzatamiz, shaharda harakatlanishadi. Doimiy ular harakatda o'zi aslida olganda, lekin buni 6 dan keyin 7 dan keyin cheklash sal noto'g'ri bo'ladi. Men prosta ma'lumot o'rnida Jonibek akaga aytmoqchimanki, bu narsa faqat o'sha fuqaro tomonidan, inson tomonidan bosilsa, svetofor kallaga o'zgaradi. Qolgan vaqtda o'zini sikli asosida svetofor qanday tartibda bo'lsa, shunday asnoda o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Javob uchun tashakkur deymiz. Bizda qo'ng'iroq bor-a?
Xo'p, manzillarni eslatamiz 65 kodi bilan 223 223 98 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qadrli muxlislarimiz, shu bilan birgalikda elektron pochta belgisi Buxoro radio bot mana shu manzil uzra nomalarni yo'llasangiz, sizning savollaringizni, nomalaringizni jonli efirda o'qib eshittiramiz. Qisqachagina endi dastur davomida o'tgan dasturimizda takliflar bo'lgan edi. Ularning ijrosi bo'yicha darhaqiqat mana har dasturdan dasturga yurtdoshlarimiz tomonidan turli xil takliflar, mulohazalar yuboriladiki, ushbu mulohaza, takliflar, murojaatlar doimiy ravishda biz soha xodimlari tomonidan atroflicha o'rganib chiqilmoqda va o'rganishlar natijasida amalga oshirilgan ishlarni fuqarolarimiz o'zlari ko'pchiliklari joyida guvohiga aylanishdi va ular amalga oshirgan ushbu ijobiy ishlarimizdan o'z minnatdorchiliklarini ham bizga izhor etishdi. Ayrim murojaatlar yuzasidan fuqarolarimiz hozir masalan telefon qilib bizga aytishlari mumkin, yo'q, meni murojaatim hali ko'rib chiqilmadi, ko'prik tayyorlanilmadi, yo'lda asfalt o'rnatish ishlari boshlanmadi deyishlar mumkin. Yo'q, hurmatli yurtdoshlar, ayrim murojaatlar vaqtni talab etadi yoki muayyan bir mablag'ni talab qiladi, yo bir dastur loyihaga kiritish uchun taqdimnomalar talab etadiki, biz ushbu loyihalarni, ushbu siz tomoningizdan yuborgan murojaatlarni tegishliligi bo'yicha mutasaddilarga yo'naltirganmiz. Demak, ularning ijrosi ozgina vaqtni talab etadi. Albatta. Xo'p, qadrli muxlislarimiz, loyihamizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirasiz, savolingizni eshitamiz. Men Buxoro shahar. Xo'p. Buxoro shahardanman. Xo'p, savolingiz, marhamat. Savolim shuki, ana shu bizlarning 16-7 maktabga o'qiydigan nabiralarim bor, yana qishloqdagi bachchalar o'qiydi. Ana shu Kogon Buxoro katta trassa yo'lidan gidrogeologiya qishloqning orqasida temir yo'lchilar ko'chasi bor. Ana shu yerdan bachchalar maktabga ertalab boradi, shu yo'lga na svetofor bor, na bironta o'tkazaydigan bultiram Ulug'bekjonga men telefon qilganimga, u kishi aytuvdilar, yerga svetofor qo'yamiz yo'llarni taxlaganiga deb. Lekin hozirgacha svetofor yo'q. Yo'l hali ta'mirlanyapti-da, xolajon. Ana shu bachchalarga juda ham apasida, ertalab o'zim o'tkazib qo'yaman. Xo'p, eshitdik. Mana to'ppa-to'g'ri aytdilar. Bu aytgan hududlarni o'zim shaxsan borib o'rganganman ham, bilaman. Xolajon, bilsangiz, bugungi kunda mazkur avtomobil yo'li ta'mirlanyapti. Hali ta'mirlash ishlari to'liq yakuniga yetmabdi. To'liq yakuniga yetib, so'ng o'sha aloqa vositalari, shisha tolali simlar va hokazo kamera, svetofor hammasi albatta o'rnatiladi. Xo'p, rahmat. Endi bachchalarga oson bo'lsin. Albatta, ularning xavfsizligi birinchi navbatda biz soha xodimlari, nafaqat bizni, to'g'ridan-to'g'ri hukumatimiz tomonidan nazoratga olingan hisoblangan bugungi kunda. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun tashakkur deymiz. Qadrli muxlislarimiz, hamroh bo'layotganingiz FM 101 Buxoro radiosi hamda Buxoro telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilayotgan Yo'l yo'lakay dasturi. Tinglashda, kuzatishda davom eting deymiz. Bizda ayni damda chiroyli bir qo'shiq. Undan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Hayır endi bo'ydoqlik, hayır endi tor ko'cha, hayır endi oychiqanay, o'sha qizcha bor ko'cha. Hayır endi bo'ydoqlik, hayır endi tor ko'cha, hayır endi oychiqanay, o'sha qizcha bor ko'cha. Oradan o'tdi yillar, ayrasliga sar bo'ldim. Hayır endi bo'ydoqliga bitta qizga yor bo'ldim. Hayır bedor kechalar, alam yutum qanchalar. Hayır endi bo'ydoqliga yuragimda kuychalar. Hayır endi bo'ydoqlik yuragimda kuychalar. Sevmegen edi sizni hech bir bandasi bizcha. Hayır endi kuydirgiye, güldürgüchü bor qizcha.
Uylanish qanday mazza, qir atirlar lalalik, kapalak quvib yurgan ey, xayr senga bolalik. Qadam basmayman endi o'sha tanish ko'chaga, bor mehrimni beraman onam topgan qizchaga. Xayr endi bo'ydoqlik, xayr endi tor ko'cha, tunda itlar quvlagan o'sha qizcha bor ko'cha. Tunda itlar quvlagan o'sha qizcha bor ko'cha. Kamron endi bo'ldi bas, hammasidan qutulding. Onang topgan qizchaga mana endi tutilding. Labi gilos, ko'zi charos, kulgulari soy qizlar. Mendan rozi bo'ling siz, go'zallikka boy qizlar. Xayr endi bo'ydoqlik, xayr endi tor ko'cha, xayr endi oy chiqqanay o'sha qizcha bor ko'cha. Xayr endi bo'ydoqlik, xayr endi tor ko'cha, tunda itlar quvlagan o'sha qizcha bor ko'cha. Tunda itlar quvlagan o'sha qizcha bor ko'cha. Yo'l aka dasturi davom etadi. Qadrli muxlislarimiz, eslatib o'tamiz, ushbu loyihamiz Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilmoqda. Faol bo'ling deymiz, savollarni, mulohazalarni kutib qolamiz. Yo'l aka dasturi aynan sizning mulohazali loyihangiz hisoblanadi. 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi Buxoro radio bot. Mana shu manzillar uzra nomalarni yo'llasangiz, demak savollaringizni jonli efirimizda o'qib eshittiramiz. Bizda qo'ng'iroqlar bor va qadrli muxlislarimizni qiziqtirgan savollarga mutaxassislarimiz bevosita bugun jonli efirimizda javob berib o'tadilar. Yana bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar haqida qisqachagina. Albatta, Jamshidjon marhamat. Bilamiz. Kiberxavfsizlik bo'yicha. Jinoyatlar ochilayotgan turlar ham bor. Hamkasblarimiz tomonidan, boshqarma tomonidan ochilayotgan jinoyat turlari bor. O'sha ochilayotgan jinoyat turlarini tahlil qilganimizda bir narsaga e'tibor qaratdikki, ko'pchilik javobgar bo'layotgan shaxslar, ya'ni yoshlarni tashkil qilyapti. Ayniqsa ular orasida talabalar ko'p. Eng ko'p uchraydigan holatlar shu bo'lyaptiki, ya'ni bizning tilda drop karta deydi. Bilamiz, birorta firibgarlik amaliyotini o'zini nomida bo'lgan plastik kartochka yoki o'zini nomida bo'lgan sim karta orqali amalga oshirmaydi. Barchasi birovlar nomidan ochilgan sim karta va plastik kartochkalar orqali amalga oshirilyapti. Eng achinarli tomoni shunaqa holatlar qayd etilyaptiki, talabalarimiz, yoshlarimiz tomonidan arzimagan pul evaziga, 200 ming, 300 ming pul evaziga nechtadir banklardan plastik kartochkani ochib, firibgarlarga sotayotgan holatlari aniqlanyapti. Va firibgarlar aynan o'sha plastiklarga birovlar xalqimizdan kelayotgan pullarni aylantirib, pulni chiqarib olishyapti. Ya'ni drop kartalar orqali amalga oshirilyapti. Yoshlarimiz mana shu jabhada nima qilishyapti? Ya'ni ular aldanib qolishda juda ham bir oddiy mo'yilligi yoki yo'q meni topisha olmaydi, bu narsa hech kim ko'rmaydi, eshitmaydi, bilmaydi degan bir jinoyatga kirib qolishadi. Fikrda va shu jinoyatga kirib qolishmoqda va bu esa albatta mana axir oqibat baribir qachondir baribir aniqlanadi. Har qanday jinoyat aniqlangandan keyin shunday hozir mana statistikani aytib o'tdilar, haqiqatan ham ko'pchiligini talabalar, aynan talabalar tashkil qilyapti. Ya'ni oson pul topaman va buni hech kim ko'rmaydi, bilmaydi degan fikr ham ularda. Lekin aynan targ'ibotlarimizni eng katta miqdori salmog'ini bugungi kunda xodimlarimiz oliy ta'lim muassasalari yoki mana shu yuqori maktablarda o'quvchilar bilan borib, 11-10 sinf o'quvchilari yoki mana litsey, kollejlarda borib, texnikumlarda borib, bular to'liq mana shu kabi holatlarni tushuntirish, profilaktik ishlarni olib borishga qaramasdan talabalarimiz tomonidan sodir etilganligi aniqlanmoqda. Demakki, hurmatli talabalar, hurmatli yoshlar. Yoshlardan yoshlar, hurmatli yoshlar. Siz albatta bu narsani xato ekanligini bilasiz. Bilib, qandaydir bu narsani bir marta qilaman, 2 marta qilaman, shu bilan chiqib ketaman degan fikrda bo'lmang. Har qanday sodir etilgan holat albatta bir kun emas, bir kun qonunan javobgarlikka sabab bo'ladi. Oddiy kamgina miqdorda deb o'ylamang demoqchiman-da.
kamdagina miqdor deb o'ylagan holatda mana shu narsani qilib qo'yib o'zimni ehtiyojimga ishlataman deb mana shu narsani sodir qilmoqchi bo'lsangiz ham hali ham kech emas yoki kimdirdan bilsangiz ham marhamat bizni Buxoro viloyati axborot texnologiyalariga qarshi kurashish boshqarmasi tashkil etilgan aynan shu boshqarma yoki qisqa 102 raqam orqali yoki o'sha yaqin o'zingizni hududingizdagi profilaktika inspektoriga borib albatta bu kabi holatlarni ko'rgan eshitgan bo'lsangiz guvohiga aylangan bo'lsangiz kelib bildiring o'z yordamingizni ko'rsating biz albatta sizning ko'rsatgan ushbu amaliy yordamingiz javobsiz qolmaydi va bu sizga yengillashtiruvchi holatlarni yuzaga keltiradi ya'ni agar bu holatni sodir etgan bo'lsangiz kimdir uyalib qo'rqib o'tirgan bo'lishi mumkin qandaydir jazosi bor jazo lekin jazosi bor haqiqatan lekin agar siz o'zingiz bilib shu narsani eshitgan bo'lsangiz yoki o'zingiz qilmagan bo'lsangiz ham eshitib ko'rib yurgan bo'lsangiz yoningizdagi sherigingiz qaysidir talaba mana shu kabi holatlarni sodir etib yuribdi uni shu narsaga moyilligi bor lekin o'zi bilmagan holatda siz uni chetdan turib kuzatib yuribsiz keling albatta bu narsani o'z vaqtida bildiring biz oldini olaylik kimdir jabrlanib kimdirni xonavayron qilishini kutib o'tirmaylik ya'ni biz eshitib befarq bo'lsak ham bu ham bir navbat nima o'z o'rnida qanaydir buni noto'g'ri deb o'ylayman ya'ni talabalar ham atrofida sodir bo'layotgan o'zini do'stini dugonasini ishlarini ko'radi eshitadi biladi-ku uni xavfsizligi uchun ham bu muhim deng eng asosiysi kimdir ya'ni u o'sha kimdir uning yoki o'sha insonning yaqini bo'lib chiqadi yo kelingki o'zi shu narsani erta jabrdiydasiga o'zini oila a'zolari shu narsani jabrdiydasiga aylanib qolishi mumkin demak biz hammamiz mana shu jabhada birlashishimiz ko'rgan eshitgan narsalarimizni o'z vaqtiga tegishli soha xodimlariga yetkazsak birgalikda kurashsak bu illatni albatta sekin astalik bilan o'z nimamizdan chiqarib tashlaymiz bitta qo'shimcha qilmoqchi edim fuqarolarimizga iloji boricha o'sha plastiklarni sim kartalarni telegram akkauntlarni hattoki yaqin insonlarga ham bermasliklari yaqin og'aynisiga dugonasiga bermasliklari ya'ni nima maqsadda ishlatishni bilmaydi ular yaqin deb topgan insonlar ham afsuski shunaqa holatlar bo'lyaptiki firibgarlikni amalga oshirish mumkin shuning uchun iloji boricha ham iltimos ham talab qilamiz o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini hatto eng yaqin insoniga ham bermasliklarini bu zamon chunki doim aytamiz xavfsiz internet bu xavfsiz hayot degan tushuncha shakllanishi kerak fuqarolarimizda albatta elektron pochta belgisi Buxoro radiobot manzili uzra noma kelgan ekan qadrli muxlislarimiz nomalarda ham savollar yuborishingiz mumkin ya'ni manzilimiz uzra elektron pochta belgisi Buxoro radiobot mana shu manzil uzra savollarni yo'llasangiz jonli efirimizda o'qib eshittiramiz assalomu alaykum Xo'p, Gulsara Salomovadan kelibdi. Yaxshimisizlar? Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda, avtomaktablarda o'qimasdan turib ham haydovchilik guvohnomasini olsa bo'ladi degan fikrlar yuribdi. Shu xabarlar to'g'rimi? 2026-yilda kuchga kiradimi degan bir savolni yo'llaganlar. Mana shu jabhada biz Mehruz opa keling, kelgusi dasturlarda aynan mutaxassisni ham taklif etamiz. O'quv tashkiloti direktorini va ta'lim muassasalari bilan ishlovchi xodimimizni ham bu narsa o'zi o'qimasdan turib pravo olish mumkin degan narsani sal noto'g'ri fuqarolarimiz, keng jamoatchilik qabul qilyapti o'ziga. Aslida esa bunday emas. Ta'lim muassasalari o'z faoliyatini olib boradi, ishlaydi, hech qanaqa to'xtamaydi. Faqat nazariy bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratilyapti qonunchilikda. Amaliy mashg'ulotlar esa belgilangan tartibda o'sha haydovchi kadrlar tayyorlovchi ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshiriladi va ular tomonidan berilgan guvohnoma asosida siz borib keyinchalik imtihonlarda ishtirok etishingiz mumkin. Ya'ni ular tomonidan berilgan guvohnoma agar berilmasa, siz hech qanaqa borib imtihonlarga qatnashish imkoniyatiga ega bo'lmaysiz. Ya'ni ta'lim muassasalarida faqat ikki xil ta'limi bor, amaliy va nazariy. Amaliy degan bu vajdiya xalq tilidagi, ya'ni amaliyot, transport vositasini boshqarishni o'rganish jarayonlari. Nazariy esa bu teoriya, ya'ni sinfxonada o'tirib yo'l harakati qoidalarini o'rganish. Mana shu yo'l harakati qoidalarini o'rganishni fuqarolarimizni o'ziga erkin qo'yib bermoqda bugungi kunda. Mustaqil ravishda o'rganishda. Lekin amaliyotni esa amaliy mashqlarni borib nomzodlar tegishli tartibda ta'lim muassasalarida o'tashlari, belgilangan soatlarni amalga oshirishlari shart. Rahmat javob uchun deymiz va bu haqida aytib o'tdingiz. Kengroq ma'lumot berish uchun dasturimizning keyingi sonlarda ham bu mavzuga qaytamiz. Albatta. Bizda esa qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, o'zingizni tanishtirasiz? Men Shavkat Buxoro shahridan bo'laman. Savolingiz? Men savolim shu haydovchilar, ayniqsa shu avtobus haydovchilariga ertalabki yo'riqnomadan bir yo'riqnoma beriladimi? Bekatdan tashqari joyda to'xtamaslikka. Duch kelgan joyda to'xtashadi. Hali peshxodga, hali bir nima deydi, asnovkaning oldida ariq bor, suv ketish uchun ariq. O'shani o'rtada olib to'xtashadi. U ham qandaydir bir
anaqa tirbandlikni oldin nima qiladi-da, kelib chiqaradi qanchadir foiz bo'lsa ham. To'g'ri. Shuni aytmoqchi edim. Duch kelgan joyda, hali peshxodga, hali burilishda, hali to'xtash mumkin bo'lmagan joyda to'xtashadi. Shuni aytmoqchi edim. Taklifim bu. Rahmat. Qonunchilik bo'yicha bu narsa, rahmat Shavkat aka. Darhaqiqat qonunchilik bo'yicha mana aynan ikkinchi mutaxassisligimizni taklif etish borasida yana bitta fikr keldi o'zi. Biz yana mavzu bo'yicha mana yaqindagina brutto shartnomasi asosida o'sha jamoat transporti, ya'ni avtobus haydovchilari uchun yangicha tartib qoidalar joriy etiladi yangi yildan boshlab, 2026-yildan boshlab. Shuningdek, yana bitta mulohazasi she'rida Mernuz opa, madaniyat birgina avtobusniki emas, endi avtobus haydovchilari to'g'ri endi qonunchilik bilan aniq qilib jarimalar belgilansa, albatta ular ham to'xtashmaydi hech qachon. Va bu narsa qonunchilik bilan mustahkamlanyapti yaqinda. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Ya'ni bu o'zimiz fuqarolar, ya'ni fuqarolar ham to'xtashni so'rashadi. To'xtating she'rga. To'xtating she'rda. Mana yoshligimni to'g'risini eslayman, yoshligimga baribir bolaligimda mana eski mana bunaqa Ikarus sariq rangda, qizil rangda Laz, Paz anaqa avtobuslar meni bo'lardi. Mana shu avtobuslarda bekatga borib kutardik. Bekatdan o'tirib, bekatdan o'tirganimizdan keyin avtobus haydovchisiga hech kimda fikr paydo bo'lmasdi. Ana shu istalgan joyga to'xtatishni fikrini o'zi yo'q edi. Ya'ni menda shaxsan o'sha vaqtda, ya'ni men masalan uchun deylik, Buxoro o'sha bozorni piyodalar o'tish joyidan o'tib to'xtashga menga sharoit kerak. O'sha yerda to'xtasam menga yaqinroq masalan. Lekin menda o'shanaqa fikr yo'q. Men bilaman, oldinroqda 300 metrdan keyin bekatga to'xtaydi o'sha avtobus. Men o'sha bekatdan tushaman. O'sha bekatdan keyin o'zimni yumushimni bajarayotgan o'sha nuqtaga yayov yetib kelaman, piyoda kelaman. Mana shu fikr doimiy ravishda to ulg'ayganimcha bor edi. Keyinchalik jamoat transportidan to'g'risi foydalanganim yo'q, lekin bugungi kunda bilmadim qanaqa, lekin mana biz o'zimizni ham mana bilyapmiz qanaqa. Bilyapmiz-da qanaqa. Hamyurtlarimizning fikrlari orqali albatta, demak, bu borada ham aytib o'tdik, mutaxassislarni yana taklif etganmiz, suhbatlar qurganmiz, savollar bo'lgan albatta. Dasturdan dasturga, oydan oyga masalan, mana yangi hukumat tomonidan qarorlar qabul qilinmoqda yoki transport vazirligi tomonidan qanaqadir bir o'zgartirishlar amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Mana shu o'zgartirishlarni bugungi kunda viloyatimizda qay darajada amalga oshirilayotganligini ham biz keng jamoatchilikka, yurtdoshlarimizga yetkazamiz va mutaxassislarimiz albatta yil sarhisobiga qadar taklif etamiz. Tashakkur deymiz javob uchun. Bizda qo'ng'iroqlar bor. Assalomu alaykum. Xo'p. Qadrli muxlisimiz, radionimi, televizornimi ovozini pasaytirasiz. Undan so'ng suhbatni amalga oshirishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Allo. Jonli efirdasiz. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirasiz? Ulug'bekjon, sizga savolim bor edi. Men Murodman, Shohxondan. Murod aka, salgina televizor yoki radioni ovozini pasaytiring. Diqqatni go'shakka qaratsak, biz bilan suhbatimiz to'liqroq, fikrlarimiz yetib keladi. Xo'p, qadrli muxlisimiz, faqat tezroq bu jonli efir. Marhamat. Ulug'bekjon, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Rahmat, tashakkur. Eshitamiz sizni. Savolim shundan iboratki, mana kechqurunlari yurimizda, men nafaqadaman o'zi. Ana bu yoritish chiroqlari to'g'risida savolim bor edi. Mana bu oq LED chiroqmi, nima deydi uni? LED chiroq. Mana shulardan qo'ygan, masalan, kechqurun ko'zingizni shu blижni haligi yaqin masofaga ulasam ko'zni yetadi. Shular mumkinmi? Zavodskiy haligi chiroqlarni o'rniga buni o'rnatish. Buni sharoiti, qonun qoidasi qanday bo'ladi? Shu haqida bilmoqchi edim. Oldindan rahmat javoblari uchun. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Rahmat, tashakkur. Yoritish chiroqlari biz o'tgan sonlarda ham ko'p takrorlaganmiz. Qonunchilikda belgilab o'tilgan, Vazirlar Mahkamasi 172-sonli qarorida tashqi yoritish asboblaridan foydalanish qoidalari mavjud. Tashqi yoritish asboblarining me'yorlari, standartlari bor. Har bir transport vositasining texnik reglamenti asosida amalga oshiriladi. Menga afsuski, ayrim haydovchilarimiz o'sha chiroqlarni turli xil o'zlariga moslashtirib, balandroq yoki tegishli ruxsatnomasiz taqiqlangan LED, xenon, har xil turdagi mana shu kabi chiroqlarni o'rnatishmoqda. Bu esa o'z navbatida mana Shavkat akamiz aytganlar, Murod akamiz aytganlaridek, ayrim demak haydovchilarda harakat davomida juda ham bir qanaqadir yo'lda harakatda rahnalar, turg'unliklar yoki xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda. Kelinglar o'rtoqlar, biz o'zimizga qulay deb bilgan vositani qanchadan qancha insonlarga xavfli ekanligini bilib turib amalga oshirmaylik.
ya'ni bu erta o'zimizga ham qandaydir bir boshqacha aks ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni boshqacha tarzda nimadir endi aytib bo'lmaydi, albatta hech qachon mana shu qulay deb bilgan narsani o'rnatib, mana shu boshqalarni noroziligiga yoki o'shalarni mana shu kabi holatlarni, keskin vaziyatlarni yuzaga keltirmaylik. Javob uchun tashakkur deymiz. Bizda yana bir qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Marhamat, savolingizni eshitamiz. Savolim shuki, ana shu Buxoro shahrida avtobus nimalari bor, transporti. Ana shu xohlagan joyiga saqlaydi. Peshixodmi, masalan, bekatga endi bekatga вообще saqlamaydi. Avariya holatlarini keltiradi. Shuni bir yo'lini olib, agar men endi Toshkentga ko'p bo'laman, Toshkentga bekatdan bekatga. Yana aytadi, masalan, ana bu bekat, ana bu faloncha, ana bu bekat, falon. Bizani avtobus Buxoro shahridagi bo'lsa, endi bardak kechirasiz-ku. Вообще aytib bo'lmaydigan darajada. Ketma-ket spesialni qo'yilgan, karman qilingan o'sha avtobus kirish kerak o'sha bekatga. Bular o'sha bekatga kirmaydi, yo'llabiga qayerga odam to'xtatadi. Har bir qadamga, как будто bu nima, marsrutka bor, vaqtiga bordi marshutkalar. Bu marshutka emas, bu avtobusku bu. Endi shaharni olsangiz borku, endi men bilmayman endi. Samarqandda bunday emas. Bizani faqat Buxoroda. O'zingizda. Juda avariya holatlarni ko'p bo'lyapti, shular sababli. Shular sabab. Ikkinchi savolim, men Kaftarxona qishlog'ida yashayman. Kaftarxona. Shayxon Kaftarxona, ana bu Mo'shin bozordan o'tgandan keyin parlinga tugaydi-ku. Unda tutganda Mefi, Kogon tumanida. Xo'p. Ana o'sha yerda bir 800 metr joy qolgan, ertalab bolachalar onasi otasi kiydirib yuboradi. Shunaqa changa qolib ketadi. O'sha 1 kilometr joydan o'sha bachchalar maktabga boradi, 4-maktabga. Juda endi necha marta aytildi, bilmayman, endi kimga murojaat qilishni bilmaymiz-da. O'zi 800 metr joy qolgan o'sha yer asfalt bo'linmagan. Nima uchun qilmagan bu o'sha asfalt nima o'sha hayron qolaman-da. Tushunarli. Belgilab oldim. Ismingizni aytmadingiz. Keyin o'sha yo'ldan spesialni yo'lakcha vaqtiga bordi. O'sha yo'lakcha ko'milib ketdi. O'shani qaysi bir vaqtdan qilib bolajonlar o'sha yo'lakchadan yurib juda xavfli-da ular uchun. Rahmat, tashakkur. O'zingizni ismingizni aytmadingiz, ismingizni aytavering. San'at ismi. San'at aka, rahmat, tashakkur. San'at akani o'sha avtobus borasidagi mana mulohazalarimizni yana o'zlari ham tasdiqlab o'tdilar. Bu narsani biz demak transport boshqarmasi xodimlari, mas'ullar bilan yana atroflicha muhokama qilamiz, o'rganamiz, takliflarni, murojaatlarni qabul qilib, amalga oshirilgan islohotlarni, yangiliklarni siz azizlarga, keng jamoatchilikka albatta yetkazamiz kelgusi sarhisob ko'rsatuvimizni yakuniga qadar. Ikkinchi mulohazalarni esa belgilab oldim. Buni albatta men mas'ullarga zudlikda ko'rsatuv yakunidan so'ng yetkazaman va dastur yakunidan so'ng albatta mas'ullar tomonidan atroflicha o'rganish ishlari olib boriladi. San'at aka, sizning xavotiringiz albatta bizning ham xavotir hisoblanadi va biz buni zudlikda mas'ullar tomonidan nazoratga olinganligini ham doimiy ravishda so'rab turamiz. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun tashakkur deymiz, fikrlar uchun, mulohaza uchun ham. Albatta bu barchamizni o'ylashga boshlaydigan, fikr yuritishga, mulohaza qilishga boshlaydigan mavzularda so'z yuritdilar. Buni ham demak belgilab olindi, yozib olindi. Ijrosi bo'yicha dasturimizning keyingi sonlarida ma'lumot berib o'tamiz. Bizda qo'ng'iroqlar bormi? 65 kodi bilan 223-96-18, 223-98-38. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, radioni yoki televizorni ovozini pasaytirasiz tezda. Faqat tezroq, qadrli muxlislarimiz. Buxoro shahridan Umid O'rnibman. Savolingizni eshitamiz. Meni taklifim bor edi. Kogon shahridan ishga borib kelaman Buxorogacha. Kogonda ham, Buxoroda ham ana bu piyoda va velosiped yo'laklari bor. Mana dan xodimlari avtomobillarning xavfsizligi, insonlarning xavfsizligini saqlash uchun ozgina narushenisi avtomobillarni saqlab choralar ko'rishadi. Velosipedchilar protiv движение yuradi, qilingan velosiped yo piyodalar yo'lagidan yurmaydi. Dan xodimlari mana shu narsaga e'tiborsiz. Men Ulug'bek Shukurullayevdan iltimos qilardim. Mana u ertalabki instruktaj va kechki instruktajlarga hozir qish fasliga g'ira-shira paytlar ko'p bo'libdi. Bundan buyog'iga mana shu instruktajga velosipedchilarni velosiped yo'lagidan yurishini dan xodimlar talab qilsa demoqchi edim. Rahmat.
Tashakkur. Demak, Umid O'rinov, sizga rahmat aytamiz va shu fursatdan foydalanib biz albatta ushbu mana mulohazadan so'ng, taklifdan so'ng albatta xodimlarimizni doimiy ravishda mana shu kabi, ya'ni velosiped o'zi nima? Velosiped bu ikki g'ildirakli odam kuchi bilan harakatlantiriluvchi transport vositasi aslida o'zi olganda. Uning ham boshqarish tartibi, qoidalari, me'yorlari mavjud. Albatta, yo'l bo'ladiki, fuqarolarimiz tomonidan ushbu vositalarni boshqarish jarayonida turli xil darajadagi qoidabuzarliklar ham yo'q emas. Lekin bu vositalarni boshqaruvchilar uchun ham mana bugungi kunda yetarlicha sharoitlar ham yaratilgan. Lekin velosiped haydovchilarini bizni hozir tinglab turgan bo'lsalar, albatta hurmatli velosiped haydovchilari, sizlardan iltimos qilib qolamiz. Biz hech qachon sizni jarimaga tortish uchun ertalab sizni to'xtatmaymiz. Lekin qo'pol bu kabi holatlar bo'lsa, mana bevosita Umid O'rinov fuqaromiz qo'ng'iroq qilib mana shu sizlar tomonidan, velosipedchilar tomonidan qo'pol turdagi qoidabuzarliklar, avariya holatlarini yuzaga keltirayotganligini misol keltirayotganliklari bizni yana bir bor sizlarni profilaktik qoidalarga rioya qilishlaringizga chorlamoqda. Biz sizni avvalambor bu narsani sodir qilmaslikka chorlab qolamiz va mana shu tungi vaqtda mana tezda 5:30 da qorong'i tushib qoladi. Qorong'i tushdimi, ustlaringizga nimchalarni kiyib olinglar, nur qaytaruvchi vositalarni o'rnatinglar. O'zingizni xavfsizligingizni albatta birinchi navbatda ta'minlang. Shundagina xavfsizligingizni ta'minlagan vaziyatda siz yo'llarda bexavotir harakatlanishingiz mumkin. Agarda bu narsalarga amal qilmagan inson, mana biz kunora velosipedchilar bilan bog'liq holatlarni eshitamiz. Chunki eng katta miqdori piyoda va velosipedchilarga borib taqaladi. Mana bugungi kunda eng ko'p katta jinoyatlar deylik, bugun kiber sohada agar amalga oshirilayotgan bo'lsa, yo'l transport hodisalarida esa eng ko'p salmog'i piyoda va velosipedchilarga to'g'ri keladi. Ya'ni qarang, qanday tartibda biz o'zi mana shunday tartibda biz farqlashni, buni tenglashtirmoqchi emasmiz, lekin ming afsuski bu shundayligicha bugungi kunda statistikada ma'lum. Xo'p, shu o'rinda sizga savol bermoqchi edim. Biz mana shu kiber xavfsizlik mavzusi dasturimizning juda ko'plab sonlarda to'xtaldik. Savollar bo'ldi, javoblar bo'ldi, ma'lumotlar bo'ldi, misollar bo'ldi, yaxshigina tushuntirishlar bo'ldi, targ'ibot bo'ldi, ham televideniya, ham radio orqali. Lekin shunday bo'lsa ham, lekin bu jinoyat turi to'xtamayapti. Avj olib bormoqda. Bunga nima sabab va bilishimiz kerak bo'lgan eng kerakli ma'lumotlarni qisqacha. Bu yerda bitta sababi ham borki, biz nimalarni targ'ibot qilyapmiz, ertasi kuni yangi bitta tur chiqyapti. Ya'ni ular ham to'xtamayapti. Ular ham bir qadam oldinda aytadi-ku, hujum himoyadan doim bir qadam oldinda deydi-ku. Shuning uchun shuni oqibatda o'sha tajribalarni o'rganganimizda umumiy Singapurda, Xitoyda, ya'ni kiber bo'yicha rivojlangan davlatlarda ular shuni tushuntirdiki, toki o'sha xalqni to'liq, masalan, O'zbekiston Respublikasida aholi 38 million bo'lsa, ularning to'liq 38 million aholini kiber gigiyenalarga shakllantirib, huquqiy ongini rivojlantirsakgina keyingina bu turdagi jinoyatlar to'xtalishi mumkin. Oddiy bitta misol, yaqinda bitta opaxon keldilar, Kogon tumanida. APK fayllarni ochyaptilar-da, hech narsa ochmayapti. Ya'ni u bilamiz, hech narsa bo'lmaydi. O'zlariga yuklab olyaptilar, hech narsa ochmagandan keyin qaynonalari, singillari, opalariga ham tashlab beryaptilar. Menda ochmayapti, senda bitta ochib ko'raylik deb tashlab berdilar. O'zlaridan tashqari, ya'ni 3 kishini bevosita jabrlanuvchiga aylantirib qo'yaptilar. Ya'ni aynan bu ham fuqarolarimizni o'sha huquqiy va kiber gigiyenasi yetarli darajada bo'lmagan oqibatda fuqaroni o'zi va yana yaqin 3 kishisini jabrlanuvchiga aylantirib qo'yapti. Shuning uchun ya'ni shu narsani aytishdan maqsad, biz nima uchun to'g'ridan to'g'ri efirni tanlaymiz? Nima uchun radio va efir orqali bu chekka hududda mana shu opaxonlarimiz, onaxonlarimizgacha yetib borsin. Ya'ni ular ham mana shu kiber gigiyenani o'zlariga shakllantirishlari uchun, ya'ni radioni o'sha eng chekka hudud, olis hududlarda ham hozir bizni eshitishyapti, ko'rishyapti. Biz hurmatli fuqarolarga murojaat qilib qolardikki, hurmatli fuqarolar, aynan bu turdagi axborot texnologiyalari sohasida sodir etilayotgan jinoyatlar kundan kunga har xil turda sodir etilayotganini inobatga olib, siz albatta bu narsani o'zingiz bilmagan holatda jabrdiydasiga aylanmaslik uchun biz bergan tavsiyalarga doimiy ravishda amal qiling va bu tavsiyalarni boshqalarga ham albatta yetkazing. Shundagina biz siz bilan yuksak natijadorlikka albatta erishamiz. Qadrli muxlislar, siz demak Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilayotgan Yo'l yo'lakay dasturini tomosha qildingiz, hamroh bo'ldingiz va bizga savollar yo'llagan muxlislarimizga ham o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Savollarimizga javob bergan demak mutaxassislarimizni yana bir marta tanishtirib o'tamiz. Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Shukurulayev hamda u kishining hamrohlari Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari
sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi mas'ul xodimi kapitan demak Jamshid Islomov bo'ldilar. Javoblar uchun tashakkur deymiz hamda ijodiy guruhimizni ham qisqacha men tanishtirib o'tay. Rejissor Umid Rasulov, kishi yaqinda yordam bergan Ulug'bek Hasanov, Feruz Rajabov, tasvirchilar jamoasi Mirshod Sharipov, Nodirbek To'yevga ham o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Albatta, mana bugun juda ham kuchli nima deydi, fikrlar, tavsiyalar berildi va mulohazalar yuritildi. Biz yurtdoshlarimizga oldinda mana Xudo xolasa yangi yilga sanoqli kunlar qolganligini inobatga olgan holatda albatta bayram tadbirlarini, bayram shodlik kunlarimizni quvonchli, shukuhli o'tkazish uchun albatta doim sergak va hushyor bo'lishga chorlab qolamiz. Ya'ni bir lahzalik shodlik bir umrlik azobga yoki qayg'uga aylanmasin. Qadrli yurtdoshlar, doimiy ravishda hushyor bo'laylik va farzandimizga nisbatan e'tiborli bo'lib, biz ularga mas'ul ekanligimizni hech qachon esimizdan chiqarmaylik. Ogohlik bu davr talabi. Hozir bilasiz, men dasturimizga yakun yasadim, vaqtlar chunki o'tib boryapti, lekin qo'ng'iroqlar bor ekanda bizga. Lekin vaqtlarni demak inobatga olgan holda biz aytib o'tamiz muxlislarimizga, doimo faol bo'ling. Keyingi dasturimizda albatta siz bilan suhbat quramiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhimdir. E'tibor uchun tashakkur. Siz Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilgan Yo'l yo'lakay dasturiga hamroh bo'ldingiz. Salomat bo'ling azizlar.